Sani qo'lingdan kelmaydi, sen eplolmaysan, ko'rpangga qarab uzat oyog'ingni deyishadi bizada. O'sha ssenariyadan chiqa olsangiz yoki kimdir sizga dastak bersa o'sha paytda sizga sen xunuksan, jirkanchisan, basharingni qara desa, yoningizda biron o'rtog'ingiz yo shunchaki o'tib ketayotgan inson bo'lsa, uncha chiroyliksan, Xudo seni qanaqa chiroyli yaratgan desa, motivatsiya bersa, o'shani o'zidan ham kuch yig'iladi. Ya'ni atrofingizda motivatorlaringiz, sizni ezmaydigan odamlar bo'lsa, siz yana ham tez oyoqqa turib, o'sha ko'rpangizdan chiqib gilamda turasiz. O'sha motivatsiyani keyin o'zingiz berishga boshlaysiz. Men faqat shu berilgan ko'rpadan emas, gilamda turishim mumkin. Men balanga chiqishim mumkin. Men hech nimadan qo'rqmasligim mumkin. Odam o'ziga o'zi ruxsat beradi. Mana kattamiz, yetuk inson o'z qarorini o'zi qabul qila oladi, o'zini fikr doirasini o'zi kengaytira oladi, o'zini tanlovlariga mas'uliyatni o'zi ola oladi. Ya'ni mas'uliyatimizni birov zimmasiga yuklashimiz kerak emas. Agar biz xohlasak kimgadir yordam beramiz, kimnidir qo'ldan tutamiz, kimnidir bizga o'xshagan, ya'ni yetuk inson, ya'ni успешный qila olamiz. Hamma narsa bizning qo'limizda. O'zimizni tepaga ko'tarish ham bu bizning qo'limizda.